Mana 12-mart o'sha ko'prik tuman qurilish nimasini kelib erta bartaraf qilamiz degan ko'prik edi. Qashqadaryoliklar bolalarni sel oqizib ketishidan xavotirda. Sergelidagi o'xshash holatdan saboq olinmadimi? Juda qurilgan domlarda oldidagi ko'prikda buzilgani. Birinchi sinf, ikkinchi sinf bolalari suvda ustidan o'tyapti. Bunga tushib ketsa, chiqib olish, katta odam chiqib olishi qiyin. Buni bachalar bunday qilib o'tadi. Bu araya tushib ketish xavfi ham bor. Bu ara yaxshi ekan. Muhim 24 tahririyatiga Qashqadaryo viloyati Koson tumani aholisidan video murojaat kelib tushdi. Unda ta'kidlanishicha, tumanning Rahimso'fi qishlog'i aholisi qishloq hududidan o'tuvchi kanalga yog'ingarchilik mavsumida sel kelishi oqibatida ko'prikni yuvib ketganligi aytiladi. Mahalliy aholi Eski-Anga kanali deb ataydigan ushbu suv yo'nalishida suv sathi ko'tarilib, tumanning Rahimso'fi va Olachobod qishloqlarini bog'lovchi, hatto yo'lini yaroqsiz holatga keltirgan. Aholi bu borada tuman mutasaddilariga hamda bir oy avval ommaviy axborot vositalari orqali murojaat yo'llagan, muammoni ko'targan bo'lsa-da, amaliy natija hali ham o'z yechimini kutmoqda. Bu yo'ldan qishloq bolalari maktabga qatnaydi. Ko'prik buzilgani bois ular hammadan ham ko'proq qiyinchilikka duch kelishmoqda, deydi murojaatchilar. Murojaatchilar so'zlarida davom etar ekan, har kuni bolalarni maktabga yuborishda yurak hovuchlab turishlarini, biror korxolsiz kanalning buzilgan ko'prik qismidan o'tib olishlarini o'ylashlarini aytishmoqda. Maktab va bog'chalar uchun aylanib o'tiladigan ko'prik mavjud, lekin masofasi ancha uzoq. Bir tomondan qariyb 4 kilometr, ikkinchi tomondan esa 7 kilometr keladigan uzunlik ular uchun katta qiyinchilik tug'dirmoqda. Aholi hech bo'lmaganda piyodalar uchun o'tuvchi ko'prik qurib berishlarini so'rab, mutasaddilarning qadamini poylamoqda. Bir qariyb 10 yillardan beri qaysidir suv omboridan yog'ingarchilik yaxshi bo'lgan yillari bir oy davomida suv qo'yib yuboriladi. Oldin qishloqlarga ziyon berganligi tufayli shu kanalga yo'naltirilgan shu daryodan suv o'tib ketadi. Qishloqni ikkiga bo'lib. Endi buni noqulaylik taraflari bor bo'lib o'tgani uchun ko'prik muammosi, qishloqni asosiy sentr joyi, bog'cha, maktab, maishiy do'konlar bari daryoni bir tarafida qolsa, bu tarafidagi xalq shu bir oy davomida juda qiynaladi. Maktabga o'quvchilar bora olmaydi, bog'chaga bolalar bora olmaydi. Xotin-qizlar bog'cha mudiralari o'tib ishlolmaydi. Qishloq sharoitida hammada texnika yo'q. Odamlarni uyini oralab o'tishga bu qishloq sharoitida itlar degan to'sqinliklar bo'ladi. O'tishga qiynalib qolyapti. Men hozir 11 fevralda kelgan suv hali hamon oqyapti daryodan. O'quvchilar qiynalyapti. Mana bir qizim o'sha ko'prikdan o'taman deb yiqilib loyga botib qo'ygan ekan, hali ham ustidan odam kelib qolib yordam qilib chiqarib yuborgan. Zamon informatsion dasturining lavhasida suhbatda bo'lgan Koson tumani hokimligi bosh mutaxassisi Oybek Boboyorov ertagayoq ishlar boshlanadi deb aytgan edi, ammo aholi hali ham natijani kutmoqda. Kelib ko'rdik, haqiqatda odamlar o'tishi qiyinchilik tug'diryapti hozir. Ertaga Xudo xohlasa bu yo'lni qayta tiklab, odamlar o'tib qaytishi qulay sharoit yaratib beramiz. Yodingizda bo'lsa, Toshkentning Sergeli tumani yaqinida yuz bergan voqea shunga yaqinroq holatlarda edi. U yerda Junariq kanali ustidan buzilgan ko'prik tufayli maktab o'quvchilari xavfli o'tishga majbur bo'lishgan. Holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Prezident Shavkat Mirziyoyev shaxsan aralashib, mahalliy hokimiyatning loqaydligini qattiq tanqid qilgan. Natijada vaqtincha ko'prik tezda qurilgan, mablag' ham topilgan, muammo ham yechilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, kosonlik mutasaddilar yuqoridagi kabi holatlardan kerakli xulosani chiqarishmagan ko'rinadi. Muhim 24 sayti tahririyati ushbu holat bo'yicha tegishli mutasaddilardan vaziyatga real baho berib, rasmiy munosabat berishlarini so'rab qoladi. Shunisi aniqki, bu holat ortidan biror noxush voqea yuz bermasidan oldin tezroq amaliy yechim topsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Xuddi Sergeli kabi.